Akalar boya o'sha 12 tani oynasini almashtiramiz deb o'sha nima qildik, oynasini qo'yib bo'ldik. Mana cho'tki idealni chiqdi. O'sha magazindan olingan. Shu qora oynasi. Xullas boya ish jarayonini olish ana bo'libdi. Xullas mana buni yechasizlar. Motor chiqdi. Mana shu mexanizmi bilan mana bu yoqda onga o'xshagan 3 ta nimasi bor. Bolti. O'shani yechib olasizlar. Keyin 2 ta mana buni yechasizlar. Keyin buni ozgina bo'shatasizlar. Mana bu orqa tarafida ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Aytdim, o'sha plastmasasi bor. O'sha oynani mana bu rezinkasi o'shanga turadi. Plastmasada. Xullas plastmasani olib tashlaysizlarda, kolonkalarni yechib olganlaringdan keyin o'sha sinig'ini tozalab olasizlar. Tagidan tushib ketadi, o'zi 3 ta katta-katta teshik bor, shunga o'sha bitta shotka bilanmi ishqallasalaring tushadi. Xullas oynani mana bunaqasiga tiqib olasizlar yonboshlatib. Keyin polni bu yoqqa ichiga mana pastgacha polni tushib kelgandan keyin sekin to'g'rilaysizlar. To'g'rilasalaring o'zi yo'nalishiga kiradi. Keyin mana bu rezinkani chiqarib olasizlarda, buni tagida temiri bor. Temirga oynani mana bu uchi kirgandan keyin rezinkani oyna bilan qo'shib orasiga shuni tiqib borsalaring, takansi tushib keladi bu yoqqacha. Keyin bo'ldi, sekin oynani orasiga shu rezinaga o'xshagan biror narsani oxirigacha ko'tarib qo'yib, tiqib qo'yasizlarda, ushlab turadi. Keyin mexanizmlaringni yig'ib olasizlar hammasini. Keyin mayda oynani ushlab turadigan plastmasasi bor. O'sha unga o'xshaydi. Qisadigan narsa, u yoqda bolt-molt turmaydi. O'sha oynani olib chiqqanlaringda shiq etib ushlab oladi o'zi. Keyin shu bilan polni yig'ib tashlayverasizlarda, hamma narsani qo'yib ishlatganlaringdan keyin o'sha glavniyda avto degan nimasi bor. Funksiyasi o'sha o'chib qoladi. O'sha pastga dakansa tushirib, keyin tepaga ko'targanlaringda где-то 2 sekund, 3 sekund ushlab turasizlar, keyin ana avto rejim yonadi. Shu bilan o'zini o'sha обычный holatda ishlayveradi. Xo'p, sog' bo'linglar.